Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'rurmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dunyoning har qaysi ellərində faoliyat elib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari 5-yil Urumchi qirg'inchiligining 13-yillik munosabati bilan mustabid Xitoy hokimiyatining irqiy qirg'inchiligiga qarshi keng ko'lamli norozilik namoyishlari va 5-yil Urumchi shahidlarini yod etish faoliyatlari o'tkazishga boshladi. Yaqında oshkorlangan Şinjan saqchi hujjatlari bu qatimqi 5-yil Urumchi qirg'inchiligini xotirlash faoliyatlarining asos shuari qilindi. 3-iyul kuni Qozog'istondagi Uyg'urlar Dunyo Uyg'ur qurultiyining Qozog'istondagi mas'ullarining boshlamchiligida Olmati shahridagi bir zalga jam bo'lib, 5-yil Urumchi shahidlarini xotirlab maxsus nazr faoliyati o'tkazdi va aziz shahidlarimizning ro'yi uchun duo tilovat qilishdi. Nazir faoliyatida so'z qilgan qurultayning Qozog'istondagi oliy maslahatchisi peshqadam kurashchilarimiz Qahramon G'ojanbardi apandim bundan 13 yil burun yuz bergan Urumchi qirg'inchiligining maydonga kelish jarayoni va shu qirg'inchilikdan keyin Xitoyning Sharqi Turkistonda boshlatgan jazo lagerlari tuzumi va irqiy qirg'inchiligi, shundaqla Uyg'urlar masalasining xalqarodagi taraqqiyot yuzlanishi haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining chaqiriqi va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishi bilan 3-iyul kuni Yaponiyaning poytaxti Tokioda 5-yil Urumchi qirg'inchiligining 13-yillik munosabati bilan namoyish va yurish ilib berildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan maxsus digitallashtirib har qaysi Uyg'ur tashkilotlarimizga yo'llab berilgan Şinjan saqchi hujjatlaridagi ichinishli ko'rinishlarni ko'rgazma qo'yish bu qatmiq namoyishning asosli temasi bo'ldi. Namoyishchilar qo'shini Tokioning odamlar eng ko'p bo'lgan markazidan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti oliy bilim yurti va universitet rayonlarini aylanib, yo'l bo'yi Sharq Turkistonga ozodlik, ishg'olchi Xitoy Sharq Turkistonni yo'qol deb jarangliq shuar to'lab Tokio ko'chalarini larziga keltirdi. 2-iyul kuni Norvegiya Uyg'ur komitetining uyushtirishi bilan Oslodagi parlament binosi oldida o'tkazilgan Urumchi qirg'inchiligining 13-yilligini xotirlash namoyishida namoyishchilarimiz mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga la'nat o'qish bilan birga Norvegiya parlamentidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib maxsus qaror qabul qilishni va Norvegiya hukumatidan Uyg'ur majburiy amkiga chetishli mahsulotlarning import qilinishini qattiq cheklashni talab qilishdi. Urumchi qirg'inchiligining 13-yillik munosabati bilan 3-iyul kuni Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining tashkilishi ostida Stokgolmdagi Xitoy elchixonasining oldida norozilik namoyishi o'tkazildi. Sharq Turkistonning istiqlol marshi bilan boshlangan namoyish jarayonida Xitoy elchixona ichidan qalaymaqon muzika qo'yitish orqali namoyish sadosini kesib qalaymaqon qilishga, namoyishchilarning ovozini besitishga jon jahli bilan tirishib, namoyishchilar bilan yiroqdan tirkishib baqdi. Lekin o't yurak namoyishchilarning yuqori besimli ovoz yangratqi orqali to'g'ilgan Xitoy mustamlikchilari Sharq Turkistondan chekinib chiqib ketsin degandek jarangliq shuarlari Xitoy elchixona atrofini larziga soldi. Namoyish 5-iyul kuni Urumchi shahidlarga ta'ziya bildirish maqsadida o'qilgan Qur'on tilovati va qisqa duo bilan muvaffaqiyatli tinch oxirlashdi. Xitoyda naqshi qo'yayotganligi uchun ballar aslatdi Sharq Turkistonning davlat marshini Beijingga yetgudak Tiananmen maydonini titratgudak yuqori ovozda bir qo'yaylik. Marhamat. Belgiya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishi bilan 2-iyul kuni Yevropa Ittifoqining markaziy Bryussel shahrida 5-yil Urumchi qirg'inchiligining 13-yillik munosabati bilan Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi norozilik namoyishi va Şinjan saqchi hujjatlari asos mazmun qilingan rasm ko'rgazmasi o'tkazildi. Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdullah Appandining riyosatchiligida o'tkazilgan bu qatimqi namoyish bo'libmi Şinjan saqchi hujjatlaridagi ichinishli ko'rinishlar o'rin olgan rasm ko'rgazmasi Belgiya xalqining alohida qiziqishini qo'zg'adi. Dunyoning har qaysi ellarida 2-iyuldan e'tiboran boshlangan Urumchi qirg'inchiligining 13-yilligini xotirlash faoliyatlari bu hafta davom qiladi va Kanada, Amerika, Avstraliya, Turkiya va Yevropaning boshqa ellarida keng ko'lamli namoyishlar va Şinjan saqchi hujjatlari asos mazmun qilingan rasm ko'rgazmalari o'tkaziladi. So let me explain what's going to happen here in a second. So we've all heard the stories. Uyg'ur majburiy amkining oldini olish qonun loyihasini sunuvchilardan biri bo'lgan Amerika Kengash palatasining a'zosi Marco Rubio 30-iyun kuni video nutqi e'lon qilib, Biden hukumatining 21-iyundan boshlab rasmiy ijro qilinishga boshlagan mazkur qonunni qattiq va qat'iy ijro qilishni talab qilgan. Rubio yana mundaq degan: Amerika shirkatlari va iste'molchilari hamda Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarni asos qilgan millatlarning azob oqibatlariga ko'z yuma olmaydi. Amerika oxiri Xitoy kompartiyasi va uning qullar amkini ishlatishiga qarshi o'rnidan
oldun dasturdi. Bayden hökuməti bu qanunu çoxum qat'iy və qattiq icra qilishi kerak. Marco Rubio'nun mazkur videosi yaqindan beri Amerika taratqularida Prezident Baydenning Uyg'ur majburiy amkini oldini olish qonunini baq qattiq ijro qilmaslik to'g'risida besimga uchrayotganligi xabar qilinib, orqasidan e'lon qilingan. Washington Post gazetining obzorchisi Josh Rogan o'tgan hafta obzor e'lon qilib, Bayden hökumatining Xitoydagi irqiy qirg'inchilik bilan yuzlashish irodasi keskin sinoqqa duch kelganligini bildirgan edi. U bir qism hukumat amaldorlarining va savdo manfaat guruhlarining mazkur qonunni qattiq ijro qilish qarshi harakat qilayotganligiga doir uchurlarni olganligi. Qonunning qattiq ijro qilinishiga qarshi turg'uvchilarning o'z vaqtida bu qonunning ma'qullanishiga qarshi turg'uvchilar bilan o'xshash kishi va guruhlar ekanligini bildirgan. Josh Rogan yana agar Oqsaroy Xitoyning majburiy emgak sanoatining burunqidek normal ishlashiga bo'shliq yaratib bersa, butun tirishchanliklarning qarg'a kelmaydiganligi, shundaqla Uyg'ur va boshqa ziyonkashlik uchirg'uvchilarining istiqboli tiximi qorong'ilashadiganligini aytgan edi. 2 iyul shanba kuni Germaniyadagi Uyg'urlar 1972 yil Myunxenda o'tkazilgan yozliq olimpik yig'inining 50-yilligini xotirlash munosabati bilan Myunxen shaharlik hukumat tomonidan uyushtirilgan zo'r yurish va paraddan o'tish murosimiga qatnashib, sonsizlagan tomoshabinlarning alohida olqishiga sazovor bo'ldi. Germaniyada aktiv faoliyat olib berayotgan Uyg'ur madaniyat va ma'rif birligining boshlamchiligida millicha kiyingan 100 nafarga yaqin Uyg'ur oldi bilan Myunxen shahridagi davlatlik koni muzeyining oldidagi maydonga to'plandi. Orqadan German va Myunxendagi boshqa millatlarga mansub xalqlar guruhini tashkil topgan 1000 kishilik qo'shin bilan birga bu yerdan 5 kilometrdan ortiq yo'l yurib Myunxen olimpik markaziga yetib keldi. Asosliq Uyg'ur madaniyat va ma'rif birligining tarkibidagi Uyg'uriya ona tili maktabining o'quvchilaridan tashkil topgan yosh o'smirlarimiz yo'l bo'yi Uyg'urcha go'zal san'at nomerlarini o'rinlab mingib atrofdagi tomoshabinlarning qalbida taxt qurdi. Növbətdə Uyğurlar мәsələsi Germaniya mətbuatlarının asaslı gün tərtibigə aylangani üçün mazkur faoliyatga qatnaşqan Uyğurlar qrupsi başqa millətlərə mənsub xalqlarning alayda qiziqishini qo'zg'adi. 1 iyul kuni Norvegiyada boshlangan Sharq Turkiston erkinlik lonqis talish futbol musobaqasi 3 iyul kuni muvaffaqiyatli oxirlashdi. Mazkur futbol musobaqasi Norvegiya Uyg'ur futbol jamiyati, Norvegiya Uyg'ur yoshlar uyushmasi va Norvegiya Uyg'ur islom madaniyat markazi tomonidan o'rinlashtirilgan bo'lib, mazkur musobaqani yana Norvegiya Uyg'ur jamoati moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llagan. Sharq Turkiston erkinlik lonqisini talish futbol musobaqasiga Norvegiya, Shvetsiya, Belgiya, Gollandiya va Germaniyadan kelgan 5 Uyg'ur komandasidan jami 90 atrofida tanharakatchi qatnashgan. Yağmurga qarmay musobaqa intayin jonliq elib berilgan bo'lib, Yevropadagi Uyg'urlar musobaqani qizg'inlik bilan ko'rgan. 3 kunlik musobaqa natijasida Shvetsiya komandasi 1-likka, Belgiya komandasi 2-likka va Norvegiya komandasi 3-likka erishgan. Sharq Turkiston erkinlik lonqis talish futbol musobaqasi 2011-yil Gollandiyada boshlangan bo'lib, buningdan burun yana Turkiya va Germaniyada o'tkazilgan ekan. Norvegiya Uyg'ur yoshlar uyushmasining qurg'uvchisi Mardan Uyg'ur apandim bu faoliyatni yoshlarning jangvorligini oshirish, muhojiratga Uyg'ur yoshlarini o'zaro tonishtirish va yoshlarda Uyg'ur milliy kimligini yetildirish maqsadida tashkillanganligini aytdi. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qirg'inchilik siyosatlarining kuchayishiga ergishib, muhojiratdagi Uyg'urlarning o'z milliy va diniy kimligini qo'g'dash, irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish irodasi kuchaymoqda. Egilanishicha, muhojiratdagi Uyg'urlar har xil faoliyatlar tashkillash orqali Uyg'ur yoshlarining milliy ro'yini yetildirish uchun tirishchanlik ko'rsatmoqda. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.